necha ming chaqirim oramiz. Xatlarning qatida ko'ngil olamiz. Ey meni duosi yo'qlayotgan do'st. Ayting, Madinaga qachon boramiz? Ishqida yig'ladik, ishqida yondik. Ishqi deb dunyoning ishidan tondik. Umidga suyandik, unga ishondik. Ayting, Madinaga qachon boramiz? Do'st bu kim? Do'st seni o'zidan-da ko'proq qadrlagan. Yaxshi kuningda ham, yomon kuningda ham yoningda turgan insoning. Do'st quvinsang sendan-da ortiq quvongan. G'amga botsang jimgina kuyingan. Do'st olislarga ketganingda seni sog'inib kutgan. Yonida turganingda qo'yvorgisi kelmagan. Do'st Allohdan o'zga nima so'rasa, senga undan-da ortig'ini so'ragan. Do'st baxtli kunlaringda seni mahkam quchgan. Qayg'uga botganingda yelkasini tutgan. Do'st senga nima yoqishi-yu, nimadan ozor chekishingni sendan-da ko'proq bilgan. Do'st Allohimdan o'zidan-da ortiq narsa so'ragan. Salom qorayni ko'rsatib. U yoningda bo'lganda g'amlar sendan yiroq ketadi. Odamlarning oshnasiga o'xshab. Shunday ekan, uni bor Yo'qlashni o'rgansang bo'lmaydimi? Yo'qotganingizdan keyin afsus chekish befoyda. Do'st, aslida shunday inson.